Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, 50 dan oshmaydigan nechta 7 ga karali son bor deyapti. Buning uchun 50 ni 7 ga bo'lib butun qismini olamiz. Bizga qoldiq qiziq emas. 50 ni 7 ga bo'lsak 7 butun va bir qoldiq chiqadi. Bizga 7 butun bo'lgani uchun 7 ta son bor deymiz. Ikkinchi savol, 428 ni qandaydir songa bo'lganda bo'linma 21 ga, qoldiq esa 8 ga teng chiqdi. O'sha sonimizni topishimiz kerak. Biz shu noma'lum sonimizni x deb belgilasak, 428 ni x ga bo'lganimizda 21 va 8 qoldi. 21 ni x ga ko'paytiramiz, 8 ni qo'shamiz va 428 ga tenglashtiramiz. 21 x barobar 8 ni tenglikni u tarafiga o'tkazsak 420, x topish uchun 420 ni 21 ga bo'lsak x barobar 20. Bu A javobimizda turibdi. Uchinchi savolda 7 ta olma 1 kilogramni tashkil qiladi. Onasi Anvarga 30 ming so'm pul berdi. Agar olmaning kilosi 6 mingdan bo'lsa, Anvar nechta olma olib kelgan? Xo'p, 7 ta olmamiz 1 kilogramni tashkil qilar ekan. Bizga 30 ming so'm pul bor. Olmaning kilosi 6 mingdan. 30 mingga 6 mingdan bo'lgan kilosi olmani 5 kilogram olma olishimiz mumkin. Endi 1 kilogram olmada 7 ta olma bo'lsa, bizda 5 kilogram olma bor. 5 kilogram olmada har bir kilosida 7 ta olma bo'lsa, 5 kere 7 35 ta olma bor. Bu B variantimizda berilgan. Bizda aytayapti, eni 3 metr deyapti, perimetri 20 metr. Bizga bo'yini aytmayapti, yuzani top deyapti. Yuzani topish uchun bizga A ko'paytirilgan B kerak. B bor, A noma'lum. A ni biz perimetrni formulasidan topamiz. Perimetr A qo'shilgan B ko'paytirilgan 2. Perimetrimiz berilgan 20 barobar A noma'lum, B bizga 3 ko'paytirilgan 2. A plus 3, 2 ni bu tarafga bo'lish qilib o'tkazsam, 20 ni 2 ga bo'lsak 10. A barobar 10 dan 3 ni ayirsak 7. Demak, bizga bo'yi kelib chiqdi. 7 metr. Endi yuzasini topish uchun enini bo'yiga ko'paytiramiz. 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21. Bu C variantimizda berilgan. B sinf ma'lum, 20 ta o'quvchi bor. Ikkinchi A sinf noma'lum. Lekin izoh beryaptiki, ikkinchi B sinf ikkinchi A sinfdan ko'proq deb. Demak, ikkinchi A sinf kamroq. X'imiz 20 dan kam. Keyin aytayapti, ikkita sinfni saf tortganda 1 2 3 ga sanasak, oxirgi o'quvchi 3 deb javob berdi. Bu nima degani? Bu o'quvchilarning soni 3 ga bo'linadi degan. Agar 3 ga bo'linmasa, oxirgi o'quvchi yo 2 yoki 1 deb javob berish kerak edi. Bizda oxirgisi 3 dedimi? Demak, 3 ga karrali, 3 ga bo'linadi. Endi x'imizni eng katta qiymatini toping deyapti. Shu uchun biz tepadan boshlab son qo'yib kelamiz. 20 dan kichik sonlar 19 ni qo'yib ko'rsak, 19 qo'shilgan 20 39, 39 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Chunki 39 ni 3 ga bo'lsak 13. Bu A variantimizda berilgan. Xo'p, navbatdagisi 6-savolga o'tadigan bo'lsak, bizda nima ma'lum? 34 ta she'riy kitob. Mana she'riy kitoblarimiz ma'lum. Endi ertak kitoblar. Yangi kelgan ertak kitoblar she'riy kitoblardan 20 ta ko'p. She'riydan ertak 20 ta ko'p ekan. 34 ga 20 ni qo'shsak 54. Endi ertak kitoblar she'riy kitoblardan 20 ta ko'p, ammo matematika kitoblardan 20 ta kam. Qaysi bir kam? Ertak kitob matematikadan kam. Demak, matematika ertak kitobdan 20 ta ko'p. Buni topish uchun 54 ga 20 ni qo'shsak 74. Bu matematika kitoblar ekan. Bizda jami nechta kitob keltirilgan? Jamisini topish uchun hammasini qo'shamiz. 54, 34, 74 qo'shsak 162. Bu C javobimizda berilgan. 7-si mantiqiy savol. Buni qonuniyat topishimiz uchun uchburchakni burchaklarda turgan 3 ta sonni qo'shib chiqamiz. 5 ga 8 13, 12 ni qo'shsak 25. 7 ga 4 11, 5 ni qo'shsak 16. 25 bilan 5 ni orasida qanday bog'lanish bor?
5 ni o'ziga ko'paytirsak, ya'ni 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25 bo'ladi. 4 ni ham xuddi shunday. O'zini o'ziga ko'paytirsak 4 kara 4 16. Endi biz so'ragan narsasiga qaytadigan bo'lsak, 12 ga 15 ni qo'shsak 27, 27 ga 22 ni qo'shsak 49. 49 bu necha kara nechi? 7 kara 7. Bu C variantimizda berilgan. Xo'p, keyingi savol, 8-savol. Qandaydir sonni nimchoragi 8 ga teng degan. Nimchorak tushunchasini tushunadigan bo'lsak, mana pizzani oladigan bo'lsak, pizzani 8 ga bo'lsak, 8 dan bir qismi bizga nimchorak deyiladi. Nimchoragi 8 ga teng bo'lsa, butun qismini topish uchun 8 ga ko'paytiramiz. Ana 8 dan bir qismi 8 ga teng bo'lsa, 8 ga ko'paytirsak 8 kara 8 64. Bu B variantimizda berilgan. Xo'p, 9-savol. Tenglamani yeching. Birinchi qavsning ichini bajaramiz. 84 ga 36 ni qo'shsak 120. Endi men -4 ni tengligini u tarafiga tashlasak 10 bo'ladi. 120 bo'lingan x barobar 10. X topish uchun bo'linuvchini bo'linmaga bo'lamiz. 120 ni 10 ga bo'lsak 12. Bu C variantimizda berilgan. 10-savol. Umarali anor ko'chatlarini qutilarga yig'ib olmoqchi. Har bir qutiga 25 ta anor sig'adi. Ish tugagandan keyin qutilar sanalganda 283 ta quti hosil yig'ildi. Jami necha dona anor yig'ilgan? Bizda qutilar bor. Har bir qutiga 15 tadanmi? Har bir qutiga 25 tadan anor sig'adi. Ish tugagandan keyin qutilarni sanaganimizda 283 ta quti hosil bo'libdi. Jami nechta anor hosili yig'ilgan? 283 ta quti, har bittasiga 25 tadan anor ko'paytirsak 70-75. Yo'g'i 7075 ta anor yig'ilgan. Bu C variantimizda turibdi. 11-savolga qaraydigan bo'lsak, Azizning bo'yi Timurning bo'yidan 3 sm past. Umaralining bo'yi Timurdan 5 sm ga uzun. Agar Umaralining bo'yi 174 sm bo'lsa, Azizning bo'yini toping. Bizga nima ma'lum? Umaralining bo'yi ma'lum. 174 sm. Endi Umarali bilan solishtirilgan Timurnikini ham topsa bo'ladi. Umaralining bo'yi Timurdan 5 sm ga uzun. Umarali Timurdan 5 sm uzun bo'lsa, Timur Umaralidan 5 sm kaltaroq. 174 dan 5 ni ayirsak 169. Bu Timurning bo'yi. Endi Azizning bo'yi Timurning bo'yidan 3 sm past. Timurning bo'yidan 3 ni ayirsak, mana 166, Azizning bo'yi kelib chiqadi. Bu C variantimizda turibdi. 12-savol. Ketma-ketlikning keyingi hadini toping. 8, 9, 14, 23, 36 keyingisini topishimiz kerak edi. Bu nechta oshib ketayotganini yozib chiqsak, 8 9 dan bittaga farq qiladi. 9 14 dan 5 taga, 14 23 dan 9 taga, 13 taga, keyingisi 1 5 9 13 hammasi 4 tadan oshib ketyapti. Keyingisi 17 bo'ladi. 36 dan 17 ga katta son bu 53. Bu B variantimizda turibdi. 13-savol. 30 million 10 ming 336 sonni raqamlar bilan yozing. 30 million 10 ming 336. Mana 30 million 10 ming degani uchun bitta 0 qo'shamiz. Keyin 336. Mana shu yoqda agar 10 ming emas, 110 ming bo'lsa, mana 0 o'rniga 1 bo'lardi. 30 million 10 ming 336. Mana A variantimizda turibdi. 14-savol. Alining kompyuter klavishdagi qo'shish va ayirish tugmalari, ko'paytirish va bo'lish tugmalari o'zaro almashib qolgan. U buni payqamay kitobidagi misolni kompyuterda ko'chirib yozgandan keyin quyidagi misol ekranda ko'rindi. Mana bu misol ko'ringan. Qo'shish bilan ayirish almashib qolgan, ko'paytirish bilan bo'lish o'rni almashib qolgan. Biz buni payqamay Ali kompyuterga yozganida mana bu misol paydo bo'lgan. Demak, kitobdagi haqiqiy misol shuni qo'shishga ayirishni qo'ysak 456 ayrilgan 84 bo'ladi. Ko'paytirish bilan bo'lish almashgan. Ko'paytirishga bo'lishni qo'yamiz, ayirishga esa qo'shishni qo'yamiz.
456 dan 84 ketsa 372. 372 ni 12 ga bo'lsak 31. 31 ga 578 ni qo'shsak 609. Bu C variantimizda turibdi. 15-savol. Noma'lum sonni toping. 27, 45, 63, 81. Bu 9 kara 3, 9 kara 5, 9 kara 7, 9 kara 9. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, bu 6 kara 3, 6 kara 5, 6 kara 7, 6 kara 9. Keyingisi 3 kara nechi bu? 3 kara 8. Bu 5 kara 8 bo'lishi mumkin. 8 kara 7, 8 kara 9. Hammasi 3 ga, 5 ga, 7 ga, 9 ga ko'payapti. Demak, bunga 8 5 ga ko'paysa, javobimiz 40 bo'lar ekan. Keyingisi 16. 2 sutka 18 soat necha minut deyapti? 2 sutkamiz birinchi hammasini soatga yozib olib, keyin soatdan minutga o'tsak bizga qulayroq. 2 sutkamiz bizga 2 kara 24, 48 soat. 48 ga 18 ni qo'shsak 66 soat. Endi 1 soatimiz 60 minut. 66 soatni minutga o'tishimiz uchun 66 ni 60 ga ko'paytiramiz. 66 ni 60 ga ko'paytirsak 3960 bu minut. Bizga minutda so'rayapti. D variantimizda turibdi 3960. 17-savol. Qaysi formula to'g'ri to'rtburchakning yuzini topishda ishlatiladi? To'g'ri to'rtburchakning yuzi n'ni bo'yiga ko'paytiramiz. S barobar A ko'paytirilgan B. Bu bizda B variantimizda turibdi. 18-savol. Merganlik musobaqasida shunday qoida bor. Agar siz qizil doiraga tekkizsangiz 5 ball. Mana qizil doira o'rtadagisi. Sariq doiraga tekkizsangiz 3 ball. Mana bu o'rtadagisi, o'rtasining atrofi sariq doira 3 ball. Yashil doiraga esa 0 ball beriladi. Ana chetlaridagi yashil doira. Sardor jami 20 ball to'pladi. Bu necha marta qizil doiraga tekkizgan? U Sardor nishonga tekkizganiga 5 ballik o'rtasiga tekkizsa 5 ball beriladi. 5 ballikdan A marta urgan. Noma'lum bizga. Sariq doiraga esa B marta urgan, 3 ball berilgan. Yashil doiraga urgan bo'lsa ham 0 ball berilgan, u bizga qiziq emas. Bizga A bilan B topishimiz kerak. Bu uchun biz son tanlaymiz. A ga 1 tanlasak 5 bo'ladi. Bu 5 kara 1 5. U tarafga tashlasak 21 dan 5 ni ayiramiz 16. 16 3 ga bo'linmaydi. Demak, bu bitta emas. 2 tanlab ko'ramiz A ga. 2 kara 5 10. Bu tarafga tashlasak 21 dan 10 ni ayiramiz 11. 11 3 ga bo'linmaydi. Demak, 2 ta ham emas. Endi 3 ta o'rtasiga tekkizgan deb taxmin qilamiz. 3 ni qo'yib ko'rsak, 3 kara 5 15. Nariga tarafga tashlasak 21 dan 15 ketsa 6, 6 3 ga bo'linadi 2. Demak, 3 marta bizaga 5 ballik qizilga o'rtasiga tekkizgan 3 marta, 2 marta sarig'iga tekkizgan. Bizga qizilni so'rayaptimi, sarig'ini so'rayaptimi? Bizga qizili o'rtadagisi kerak. Bu D variantimizda turibdi. 3 degan javob. Keyingisi 19-savol. 3 millionning yarmi qancha bo'ladi? 3 millionni yozib olib 2 ga bo'lsak, 3 millionning yarmi 1,5 milliondan bo'ladi. Buni 1 million 500 ming deb yozamiz. Bu D variantimizda turibdi. 20-savol. Javonga 3 xil kitobni necha xil usulda joylashtirish mumkin? Bizda javonda 3 xil kitob uchun 3 ta joy bor. O'shani necha xil usulda joylashtirish mumkin? Bunga 3 ta joy bo'lgani uchun 3 ta katakcha chizib oldim. Birinchi katakchaga 3 ta kitobdan bittasini qo'yib olamiz. 3 qo'ydim shu uchun. Birinchi katakchaga bittasi qo'yildi. Endi 2 ta kitob bor qo'limda. Ikkitadan bittasini qo'yib olaman. Shu uchun 2 qo'ydim. Ikkitasini qo'yib oldim. Endi qo'limda bitta kitob qoladi. 3-katakchada bitta kitob qo'yib olaman. Bularni o'zaro ko'paytirsak 3 kara 2 kara 1. 3 ko'paytirgan 2 6, 6 kara 1 6. Bu B variantimizda